Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun bizda mavzumiz g'aznachilikda davlat xaridini tashkil etish. Men Sulaymonova Dilnoza, ILHKM 70 talabasi. Bugun aynan mana shu mavzuda prezentatsiyani namoyish qilib beraman. Bizda birinchisi bu kirish qismi. Mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda davlat byudjeti mablag'laridan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Davlat xaridlari tizimi esa ushbu mablag'larni belgilangan tartibda va samarali sarflashning asosiy vositasidir. Bu jarayonning shaffof, adolatli va raqobatbardosh bo'lishi esa bevosita g'aznachilik orqali amalga oshiriladigan nazorat mexanizmlariga bog'liq. G'aznachilik xizmati davlat xaridlarining rejalashtirishdan tortib, ularni moliyalashtirish va ijrosini nazorat qilishgacha bo'lgan bosqichlarda muhim rol o'ynaydi. Davlat xaridlari va ularning ahamiyati. Davlat xaridlari bu davlat tashkilotlari tomonidan tovarlar, xizmatlar va ishlarni byudjet mablag'lari hisobidan xarid qilish jarayonidir. Ular davlat ehtiyojlarini qondirish, ijtimoiy soha uchun zarur infratuzilmani rivojlantirish va iqtisodiyotni tartibga solish vositasi hisoblanadi. Xaridlar tartibining to'g'ri yo'lga qo'yilishi. Byudjet mablag'larining maqsadli sarflanishini ta'minlaydi, korrupsion holatlarni oldini oladi, ochiqlik va raqobatbardoshlikni oshiradi. G'aznachilik tizimining roli. G'aznachilik bu byudjet mablag'larining harakatini muvofiqlashtiruvchi va moliyaviy nazoratni amalga oshiruvchi davlat moliyaviy institutidir. U davlat xaridlarida quyidagi funksiyalarni bajaradi. Xarid rejalari va shartnomalarini ro'yxatdan o'tkazish, xaridlar bo'yicha to'lovlarni tasdiqlash va amalga oshirish, xarajatlarni qonuniyligi va byudjetga muvofiqligini tekshirish, xarid jarayonlarini monitoring qilish va tahlil yuritish. Davlat xaridlarini tashkil etish bosqichlari. Davlat xaridlarini tashkil etish bosqichlari quyidagi bosqichlardan iborat. Birinchisi bu rejalashtirish. Har bir tashkilot yil davomida zarur bo'ladigan tovar, xizmat va ishlarni aniqlab, xarid rejasini tuzadi. Ikkinchisi bu tender hujjatlarini ishlab chiqish va e'lon qilish. Xarid miqdori va turi asosida ochiq tanlov yoki boshqa mexanizmlar tanlanadi. Uchinchisi tanlov jarayoni. Ishtirokchilar o'rtasida eng maqbul taklif tanlanadi. To'rtinchisi bu shartnoma tuzish. Tanlov g'olibi bilan shartnoma tuziladi va g'aznachilikda ro'yxatga qo'yiladi. Beshinchisi moliyalashtirish. Shartnoma asosida to'lovlar g'aznachilik orqali amalga oshiriladi. Oltinchisi nazorat va hisobot. Xarid natijalari yuzasidan monitoring olib boriladi. Yettinchisi elektron davlat xarid tizimlari. So'nggi yillarda elektron davlat xaridlari platformasi joriy qilindi. Bu tizimning afzalliklari quyidagilardan iborat. Ochiqlik va shaffoflik ta'minlanadi, huquqbuzarliklar kamayadi, vaqt va resurslar tejaladi. Murojaatlar soni kamayib, fuqarolar ishonchi ortadi. Elektron tizim orqali g'aznachilik shartnomalarini tezkor ro'yxatdan o'tkazish va nazorat funksiyalarini samaraliroq bajarish mumkin. G'aznachilik tizimida davlat xaridlarini tashkil etish Davlat xaridlari to'g'risidagi qonun va Vazirlar Mahkamasining 276-sonli qarori bilan tartibga solinadi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi G'aznachilik xizmati qo'mitasi bu jarayonda markaziy nazorat va moliyaviy ijro funksiyasini bajaradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-2027 yillarda davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 2024-yil 20-dekabrdagi 865-son qarori qabul qilindi. Ushbu strategiyaning maqsadi 2025-2027 yillar davomida yashil davlat xaridlari ulushini oshirish, shuningdek iqtisodiy o'sishda muhim bo'lgan barqaror, keng raqobatga asoslangan davlat xaridlari tizimini takomillashtirish va rivojlantirishga qaratilgan davlat xaridlari siyosatini belgilashdan iborat. Quyida 2025-2027 yillarda davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish strategiyasi berilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin davlat xaridlari sohasini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlarini. Bizda asosiy yo'nalishlarimizda bular keltirilgan: yashil davlat xaridini rivojlantirish, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini kengaytirish, monitoring va nazorat tizimlarini yanada takomillashtirish, tadbirkorlar bilan ishlash tizimini rivojlantirish, me'yoriy, huquqiy va uslubiy bazani takomillashtirish, korrupsiyani oldini olish va boshqa huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, malakali kadrlar bilan ishlash. Aynan bu yo'nalishlarga mos ravishda amalga oshiriladigan ishlar ham quyida keltirib o'tilgan.
2025-yilda davlat xaridlari sohasini rivojlantirish yo'nalishida keng ishlar amalga oshirilgan va erishilgan natijalar to'g'risida keltirib o'tilgan. 2025-yilda jami qariyb 37,8 trillion so'mlik davlat xaridlari amalga oshirildi va 15,6 trillion so'm mablag'lar iqtisod qilindi. 2025-yilda davlat xaridlariga yana 40 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari jalb etildi. Xususan, davlat xaridlari sohasida xalqaro hamkorlik izchil rivojlantirildi. Gruziya, Koreya Respublikasi hamda Turkiyaning davlat xaridlari bo'yicha vakolatli organlari bilan hamkorlik memorandumlari imzolandi. Davlat xaridlarini rejalashtirish. Davlat xaridlarining yillik reja jadvali byudjet buyurtmachilari tomonidan joriy yilning 25-martiga qadar maxsus axborot portalida joylashtiriladi. Kelgusi yil uchun davlat xaridlarining yillik reja jadvali korporativ buyurtmachilar tomonidan joriy yilning 25-dekabriga qadar maxsus axborot portalida joylashtiriladi. Kelgusi chorak uchun davlat xaridlarining choraklik reja jadvallari davlat buyurtmachilari tomonidan joriy chorak oxirgi oyning 25-sanasiga qadar maxsus axborot portalida joylashtiriladi. Davlat xaridlarini amalga oshirishning 4 ta turi mavjud. Bular: birinchisi tanlov savdolari bo'yicha tender, yagona yetkazib beruvchilar eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan 4 ta turi mavjud. Bundan ko'rishimiz mumkinki, ya'ni tanlov savdosi bo'yicha bu jami xaridlarga nisbatan 9% ni ko'rsatib o'tadi. Quyida aynan ularning summalari keltirilgan, ya'ni byudjet buyurtmachilari tomonidan, korporativ buyurtmachilar tomonidan va yirik davlat korxonalari tomonidan qanchalik summalarda xarid qilinganligi. Keyingisi bu tender. Tender ham jami xaridlarga nisbatan 9% ni ko'rsatgan. Yagona yetkazib beruvchilar esa bu jami xaridlarga nisbatan 11% ko'rsatkichni ko'rsatgan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, bu yagona yetkazib beruvchilar umumiy o'sha davlat xaridini tashkil etishda eng yuqori ko'rsatkichlardan birini ko'rsatib o'tgan. Eng maqbul takliflarni tanlab olish yo'li bilan xarid qilish esa bu 7% ni ko'rsatgan jami xaridlarga nisbatan. Baholash mezonlariga va tartib taomillariga taalluqli qoidalar quyidagilardan iborat. Ishtirokchilarning tovarlar bo'yicha davlat xaridlariga taalluqli bo'lgan takliflarini baholash mezonlarida. Birinchisi bu narx, keyingisi yetkazib berish bazasi, yetkazib berish muddatlari, tavsifnomalar va sifat ko'rsatkichlari, ekspluatatsiya qilish, ya'ni foydalanish muddati, to'lov va kafolatlar shartlari, muayyan davrdagi ekspluatatsiya qilishga, shu jumladan foydalanish va ta'mirlashga doir xarajatlar, qonunchilik talablariga zid bo'lmagan boshqa mezonlar nazarda tutiladi. Quyida ko'rishimiz mumkinki, o'sha davlat byudjet buyurtmachilari tomonidan amalga oshirilgan xaridlar viloyatlar kesimida bu yerda summalari milliard so'm deb keltirib o'tilgan. Ya'ni bu rasmdan ko'rishimiz mumkin, bizda eng ko'p davlat xaridini amalga oshirgan Samarqand viloyati hisoblanadi. Samarqand viloyatida umumiy summasi o'sha 3,3168 milliard so'mni tashkil etgan. Elektron do'kon. Davlat xaridlarining elektron tizimidagi maxsus maydonda savdolarni elektron shaklda amalga oshirishni nazarda tutuvchi maxsus talablar qo'yilmaydigan tovarlarning davlat xaridlarini amalga oshirishning raqobatli usulidir. Elektron do'konda bir shartnoma bo'yicha bazaviy hisoblash miqdorining 25 ming baravarigacha qiymatdagi tovarlarning bir shartnoma bo'yicha esa bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravarigacha, ya'ni byudjet buyurtmachilari uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha qiymatdagi ishlarning va xizmatlarning davlat xaridlari amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasining davlat xaridlari bo'yicha xarid.uz elektron savdo tizimida 8-dekabr 2025-yildan 14-dekabr 2025-yilgacha bo'lgan davrda eng ko'p sotilgan top 5 ta tovarlar toifasi. Bulardan ko'rishimiz mumkinki, bizda eng ko'p sotilgani bu tibbiy maqsadlarda ishlatiladigan dori vositalari va materiallar. Keyingi o'rinda esa kompyuterlar, elektron va optik uskunalar, 3-si kimyoviy moddalar va kimyoviy mahsulotlar, 4-si qog'oz va qog'ozdan tayyorlanadigan mahsulotlar va eng oxirgisi, so'nggisi esa bu elektr jihozlari hisoblanadi. Shu bilan bizning prezentatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi.